2013 Mizan ayının 28 günü Tağırtaq Kino Studiyası tayarlagan Tağırtaq Kino Studiyasının danlıq rejissori Arslan Efendim baş rejissorluğidagi El Söygen Tahirlik Uyghur Oğlani, danlıq etod artisti Abdikerim Abduz, danlıq artistlarimizdan Muhammadjan Ro'zi Said, Dilshat Baratlar baş rol algan Pul degan shundaq narsa nomli komediya kinoni surat kelish xizmati rasmiy boshlandi. Diyarimiz kinochiligini diyarimiz xalqiga emas, davlat ichi va sirtig'i namoyon qilish maqsadida suratga ilishga boshlagan bu kino tipik Uyg'urlar turmushida asosiy ko'rinish qilgan asosli suratga ilinayotgan komediyalik film bo'lib, kishilik rejissorlik qo'shini, talant artistlar qo'shinidan tashkillangan zo'r mablag' silinib ishlanayotgan film bo'lib, kelar yili 5-oylar mezgilida Jongoning har qaysi rayonlaridagi kinoxonalarda birdaq qo'yishga boshlaydi ekan. Bu filmda Taklimakan qumlig'ining girvikidagi kichikkina bir kanatda yashayotgan olim Kerem Salimdan iborat 3 dehqon do'sti Musaning yerda ishlab etib, bir sonliq pul tepib olganligidek voqealik bayon qilinadi. Bu 1953-yili ikkinchi qaytim besilgan xalq bo'lib, buning bilan bu 3 dehqonning jimjit turmushida davolg'ish paydo bo'ladi. Oila sharoiti bir qadar yaxshi bo'lgan olim bu pulni egasiga qaytarib berishni tashabbus qiladi. Sodiga ipiba mijozi sho'x kelgan Kerem bu pulni o'zlari bo'lishib ishlatishni aytadi. Go'zal qiz Gulshanga oshiqi beqaror bo'lib yurgan Salim qanday qilishni bilolmay tamtirab qoladi. Bu jarayondagi voqealiklar filmda komediyalik usullar bilan ifodalanib, eng oxirida pulning hammaga qodir emasligi, kishilar o'rtasidagi mehr-muhabbatning qimmatini pul bilan o'lchagili bo'lmaydiganligi isbotlab beriladi. Alki Tori Pul degan shundaq narsa nomli komediyalik kinoning suratga ilish ahvolini texmi yaxshi xabardor qilish maqsadida Tağırtaq Kino Studiyasi bilan hamkorlashib, bu kino suratga ilinayotgan naq maydonda iz qo'g'lab xabar ishlash orqali kinoning umumiy ahvoli haqida naq maydon xabari ishladik. Iz qo'g'lab ziyorat qilish davomida kino ishlashning unchalik oson emasligini, kino artistlari va rejissorlarining kino suratga ilish uchun intayin jafoli xizmat qilganligini, kinoda rol olayotgan artistlarning har xil rollarni elish uchun chekkan jafoliq ko'rinishlariga shohid bo'ldik. To'g'ri. Ama yaxshi bo'lib bo'lishmay. Boshqaning yurki, ammo to'g'rining yurkidan kichikkan juma. Manda qilsang hech kimga pul tetish bo'lmaysa. Mira. İşte oldu. Sen şurada oturarında otursak düdüğünü nerede koyuş? Bir opta işte alsın o. Onun gibi ışıklı biz vay pek işlerimiz geçki. Şu mana psikolog atsan da oldu. Sen işi sen de kalma. Biz ekran orqali hozirlanayotgan aşı ko'rinishlarning orqasida odamni ta'sirlantiradigan intayin jafoliq jarayonlarning borligini his qildik. Hamda ularga bo'lgan qoyilligimiz yanada kuchaydi va bu ko'rinishlarning shohidi sifatida qisqacha filmimizni tordashlarning huzuriga sundik. Assalomu alaykum Alkuy Torning aziz ko'ruvchilar. Alkuy ekran orqali sizlar bilan yana bir qitim yuz ko'rishganimizdan intayin xursandmiz. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, necha kun ilgari biz Alkuy Torda Tağırtaq Kino Studiyasi tayyorlagan Abdikerim Abduz, Muhammadjan Ro'zi Said, Dilshat Barat qatorliqlar bosh rol algan Pul degan shundaq narsa nomli komediyalik filmni suratga ilish boshlangan to'g'risida xabar bergan edik. Mening hozir turayotgan joyim dal mushu filmni suratga ilayotgan naq maydonda turib sizlarga xabar beryapman. Artist bo'lish shunday aytib tasishgan artistlarimiz atdigan soat 5 dan toki hozir soat 5gacha jiddiy filmni suratga ilayotmoqda. Bu film haqidagi ziyoratimiz qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Alkuy ekranimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Arslan aka. Bu filmning ham rejissori ham aktor ekansiz. Siz mush film haqida bizga bir qisqacha tushuncha berasiz? Bo'ldi. Bu film endi komediyalik film bo'ldi.
O'sha Uyg'urlarning bir komediyalik film. Bu hozir shu uzun yil bo'ldi bu Uyg'urlarning bir komediyalik film bir chiqmadi. Shunga shu o'zimizning Uyg'urlarniki komediya filmda shu buda shu ishlarni boshladik. Matlabning bu hikoyaniki shu filmniki asosiy hikoya shu yeziki 3 dehqon ham ko'nglari yaqin bir-birisi bu şeylar. Shu mashakir bir pul topayli deb shuning bir mashi chaqqan bir o'rinda shu yerda bir xizmat qildi. Masharanda endi shu kashda bu bir yani qazganda ashar bir sandiq pul tep oldi. Bu puli shu 10 ming so'm pul. Shuni tep olgandan keyin ular endi ashundan bir bevalayl deb endi shu o'zlari bir muncha avarchilikni tepildi. Şunu bu ahir tatqalda şu canlarını alıp kaldı. Ham xiyalda mana shu pulni beyimiz deb bir kechilam beyib ketibmiz deb shuni bir muncha avarchilik deb jarayonda nurg'un ash qiziqarli ash nimalar hikoyalar bor. Bu kino qachondan boshlab shu suratga olishga boshlandi? Biz shu 9-oyning 28-yillardan boshladik. Endi bu bizning ko'rinishni ilish 40 kunda keladi. Hem de bunun ahir hizmetleri var, avazını karıştırıyoruz. Bu meydan avaz aldık, hem de bunu yasaş, yani müziklerini karıştırıyoruz. Aşılan hem de şu aşama, onun bir 3 ayda girdi, 2 ay 3 ayda girdi. Yani ki şu kilajili, şu 4. ay bilen 5. ay etrafında şu yüz göründü. Bunu da şu asası rol şu 3 dehqonning rolü. Bu birisi Abdukerim Abdulaziz, birisi Dilshod Barat, yan birisi Mehmet Ro'za. Yan bir başrol bir kız var ba, o Mayra Mehmet ma, o sanat ömekte usulcu kız. Şu asas şu maş 3 şeyler. Bizim dağınlık nakşimiz Abdullah Abdurrahim ba, kino artist Xurshid Turdi ba, yana epizod artist Ruqiya Ubul Qasim ba. Bunun yana başka artistlar ba. Assalomu alaykum Abdukerim aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ko'rib turibdik, shu kino olish nihoyatim jafo ekan. Siz shu başrol olgan shu kinodan bizga bir qisqa tushuntirish beramiz. Bu kino biz bundan 8 yil burun tayyorlagan bir ssenariy bu. Arliqda shu hozir elayotganimiz 13-qitimliq o'zgartilishi. Endi bu filmni men manda chetqa vaqtida men idoraga kelgani hozir 20 yildan eshibdi. 20 yildan mobailda ekan tunji komediyalik film, uni ustiga menga eng tushgan bir rol deb o'ylayman. Endi bu filmda men o'zimni noatiliqi bir rolning ichiga cho'kib o'ynadim. Nima uchun deganda, dastlabda bu rolni o'ylashga vaqtida mening xarakterimga asoslanib dastlab shunday yozilgan. Hozirmi yana nurg'un taraflarni o'zimizga tortib o'tamiz. Buningdagi asosli endi demak bo'lgan voqelik 3 dehqonningki shu shahar kirib qo'shimcha bir kasb bilan shug'ullanish uchun bu bir qurilish o'rnida bir chiqadigan, uy chiqadigan bir xizmatni tepib, shu jarayonda bir sanduq 53-yildagi bir pulni tepib oladi. Bu pulning qiymati hozirga solishtirsak, masalan, asaratiga basi bo'yicha olganda, Müştəng özü 300 milyon yaraydigan pul bu. Biz unchalik pul yarashni bilmaymiz. Ammo shu jarayondagi bir turkum bizningki shunaqa jafo mushaqqatlik bir ko'rinishlar, komediyalik voqelik bilan tasvirlandi. Bunun asas demoqchi bo'lgan nima desa, odamga pul muhim emas. Eng muhimi yanala mehr muhabbat. Odamlarning o'zaro bir-biriga bo'lgan ko'rinishning muhimligini tasvirlaydigan bir film. Abdukerim aka, bu burtoz yo'q, texim yashirib qolibsiz a? Endi bu rolning ehtiyojlari asli burtum boti. Şu bir haftanın aldığı burtumu küçüp gidip, bunu sebek meynetleşik gidip, jup aptap kıyıp koydum. Ben film tükendikilerini cayga kilip çaplı olamı. Hem de bu, bunda çatkanda rolun ihtiyacı. Bu özlükümüzden elevetken bir temez. Neymiş kıldıysa biz artist. Benim vazifem onun için nurgun adamla ben itot oynayı da pilotu. Emniyette benim kesbim şu kino. Biz yılda birden işkice çokum ben şu kinonun vazifemle oruluşum gerek. Ben bunu orulamışsam, xudu başkalar özündeki hizmetini, özünün işgallarda orulagan okşaşlar bu benim normal hizmetim. Onun için nurgun adamla, Abdukerim abızla, şu artistlar çokum bir film katmazsa 400 bin koy, hatta 1 milyon pul alıp oylaydı, emniyeti bu bunda emez. Biz mesela bu hayatını siz görüp durupsiz, bizden hatta küçük aramelişimiz mi yok. Ben özümüz epeysam, bana bu yılma belki kurbayet yani öyle bulanması mümkün. Hazır bana olan 8. yılı. Her yılı bizim şu küz vakti doğru kapkalık için biz asasen kurban etilini köpünçe sırt ötküzüvatımız.
Endi bu özümüz endi ko'rib ketdik. Nurg'un odam bizni mana shunday Japon tortish orqali sizning oldigan pulinglar cho'qim jiq deb o'yladi. Emlat qat'iy unda emas. Biz faqat boshqalar qanday olsa, masalan, boshqa idoradagilar biz faqat komandirib qolamiz. Chunki biz maosh hukumat berayotganlik uchun biz unda darajada jiq pul ilib ketishning zarurati yo'q. Endi bizning o'ylaydiganimiz, mayli bu film yaxshi chiqsin, nachar chiqsin, birisi bizning vazifamiz cho'qim buni qatnashmasa qolmaydi. Bizning hech qanday tanlash yo'limiz yo'q. Chunki biz bir yilda ya bir ya ikki film ishlaymiz, uning cho'qim qatnashmasak biz Onda aytganda xizmatning o'disini chiqarmagan bo'lamiz. Mana shu siz ko'rgan shu filmlarni bitirib bo'lgandan keyin, yana bir vazifam chiqsa, shuni o'rlab bo'lgandan keyin, undan keyin o'zim o'ynaydigan etod kishilarningki, shu etodlarni yezish, repetis qilish ishlarini mana shu ishlarim tukkandan keyin undan qila olaman. Endi buni demakchi o'g'lim, shu tomoshabinlarga bir tushunchib kelsin deb o'yladim. Endi nurg'un jihatlarda mayli mazmun bo'lsin, mayli bosh tarafli bo'lsin, biz buningga başqalarınınki putak tapalığına yerine biz elbette tapalayımız. Biz deyimiz, sözleyimiz. Nurgun nesle, mesela rejissorun okşamaslığı, yana başka məlum sebepler tüpeylerden bizden özümüzden oylayan neslinin çıkmaslığı mümkün. Endi ma filmde peysak, bunun da birisi ssenarist Uygur. Rejissorla Uygur. Asaslık başrol oynabatkan 4-5 artistinin hemmisi Uygur. Onun üstüne bu tuncu kıtımlık soğuda karakterli film. Hem de bu bizdeki Şincan'la asas kanamaz. Memleketimiz hatta halkarağa yüzleşke bir asas salımız da tuncu kıtım işlevatkan bir film. Yaşın Stilşat'ka götürüyorsunuz değil mi bu? Ha biz bak konu kabilik öğlen çıkış fırsatı aran kaptıken bizge. Ama şu olsun kılayla dep. Kaspan anlaştırdınız mı? Ya bu bir komediyalı kino. Ama şu filmde siz üç baş rolünün içindeki bir rolgensiz. Ama şu özünüz alğan rolden bizge bir kısa sözlep veremsiz. Rahmet. Makul. Bu film Şinjan'a nispeten bir yeni bir yüzleniş bulup işlenmekçi bu film. Bu filmde hem de asaslık üçümüz başrol. Birisi Abdülkerim, birisi Mehmet Çarul Sayet, birisi ben. Üçümüz. Bu burun bir tola filmde rollarsam asaslık hocadarlarının rolünü alattım. Eskilerinin komediyelik hem de rollarını alattım. Lekin mavi budaks resmi komediyelik köp kaldı. Bunun için bana bir sel kıyın tuyuldu. Onda bo'lgandan keyin özümüzge bo'lgan besimmi sel ig'irlashdi. Ma filmda bir komediyelik bir obraz bo'lgandan keyin ama shunda o'zimning obrazini tepish uchun xeyli izlendim. Ama bu filmde komediyelik artist olaman deb buningda bizga bo'lgan besimmi sel ig'irlashdi. Endi bu film endi kelar yili 5-oyda bitib chiqsa, keyin tomoshabinlar bilan bir yuz ko'rishsa, tomoshabinlar qanday baho berdi? Endi shuni yanıla şu tomoshabinlarning o'z baholigini yaxshi. Ham biz o'ynay oladikmi, o'ynayolmadikmi? Bundan burun komediyelik artistlar jiq o'tgan. Endi ular natija o'lib ketdi, asosan qolmadi deyarlik. Endi bu birinchi qadamni bosgan ekanmiz. Yana o'ylab ushaq kelib topadiganlar anda optu, manda optu demey, amal var. Özümüzden san'atga bo'lgan ma'naviy madaniyatimizni keng tomoshabinlarga yuzlantirishimizga madad berishini umid qilamiz. Endi bir burtun tushirib olganlik burti yo'q ekan. Burtun setib o'tibdi, ani qilibdi, mani qilibdi deb manda qilsa, bu bir ramkaning ichidan chiqolmaymiz. Bizning kinochiligimiz rivoj topmaydi. Bu nadiki shu beka o'tdagan qiladigan ishi yo'q. Muşuna xalqlarning topgan fikri deb qarayman endi. Lekin ular osonlik. Ko'p sondagilar yanıla bizga madad berdi, himoya qildi. Shuning uchun bizningmi mush filmning muvaffaqiyatli bo'lib chiqishiga shu Abdikerim, men, Mehmetcan üçümüz shundaqla barliq shu guruhdagi ish xizmatchilar yaqindan moslashib mush filmning muvaffaqiyatli bo'lib ro'yobga chiqishiga biz qattiq tirishimiz. Assalomu alaykum Muhammadjon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Siz mush kinoda 3 baş rolning birisikansiz. Amsa o'zingiz olgan mush rol to'g'riliq bizga bir qisqa tushuntirish beramiz. Men bu qatimqi bu yeni komediyalik filmda kinoda 25 yoshlar atrofidagi sahra yigiti Salimninki sodda oqko'ngil, emgakchan, joyil Salimning rolini oldim. Lekin endi mening bu rolim boshdan oxir o'z oshig'im Gulshanninki bu kinodagi. Gulshan bilan endi biz o'zimiz shu to'y qilish maqsadiga yetolmay, endi mening bo'g'is qaynonam mendek bir saralik xizmati yo'q. Yigitga bagis yo'q, qandaqdir bir
qizini bir ancha-muncha bir boy-boyashatroq, yaxshiroq kun ko'rsa deb menda o'ylaydigan ayol bo'lg'achqa, mendek bir saraliq bolga berish niyati yo'q. Shuni mendan qochirib bir akaga olib ketmoqchi. Men shu Gulshan bilan ikkimizning muhabbatining cho'qim to'yimizni qilamiz degan niyat bilan tirishib, kelamkamlarga agishib shaharga kelib, mushada halol o'z kuchimga tayinib pul tepib, mushu qanday qilsam qilib shu Gulshan bilan ikkimizning to'yini qilish maqsadida to'xtamay shunday o'z kuchim bilan tirishib, shu pul tepish maqsadida shu shaharga keldigan shunday bir rol. Endi qolgan kinoninki ichidagi ba'zi komediyalik qisqa nihoyatda erkacham bu voqealiklarni kino elish jarayonlarida har xil bo'ladi. Qolganni keng to'rdoshlar, shunaqlam televizor oldidagi barliq qarindoshlarimiz bu kinorimiz muvaffaqiyatli chiqqandan keyin bizga samimiy taklif fikrlarni berishini chin dilimizdan umid qilamiz. Maaşlı kim toptu? Hazır diyen uçur devre uçurunun özü top. Rakibi tapkınıp 1300 koyup iş koy. Eğer birinci koyup iş tapkınma olsan şifa gel sana. Ben sizi Lermanetler, Pomoyetler aldığında payandasılıp çakıp beklerdim mu ya? Özlem ama şu yarında çapışıp geldim o. İşte sen iş yapamız gider mi? Selim, anladın mı? He? Hani müdahada da bu adamın dediği gibi mi ama? Alıp da. Bak yapma az kılıp işi kılmaydı bana. Bak işte güvenli arka bulmuşsa. Hatta işleyle. İşle. Özellikle göstermemiz. Onda yapan Köcetke Kananame İsteyeydi De, bombu de Mehmetcan açsak görsen. Yak bol demiş o. Ben sizden kolunuzu azıcık düşersiniz oldu diye. Ha. Tane var daha kolu. Sen parayı da atmazsa. Ha boldu. Gel. Ha sıra demek ki. Bölüşem dok. Bölüşem dok. Elbette. Hem de ama eğer pulun gitsen. Eğer pulun iksiz ne kadar baskana. Yine gibi mi? Ola bakıldı Gel geldi. ben de. Çıkart kısa oldu ya. Çalıştırma. Çalışkan dikildim. Tamamını tol. Kadar kılsa. Babu yok mu? Baba da. Bir kere anas. Nim kılıp. Anda bak karab anda niye kelime? Arka çıkmamışsam ben tutup kasalım yiyorsun. Ha dışarı yaman dur bu. Ben normal. Ben bu karıtıp makalpakını elip bana aslında kessem bulamazsın. Onu sayılı karab tutsan nereden bozacak? Tebrik olsun. Kerem bilen bir bestalaş oldu. Daha kız olsun daha yakışıklı. Kulağlardan nimba. Oldu Kerem'den ağrı geldi ki bu. Baba. Yaxşı. Hayır. Bana irade mağdum var. Irite. Dışarıda oynadı. Şurasından hazır. Şuna yakşı oldu. Az işlersek var mı? Ben güzel çıkıyor. Siz Kerem'den bir İsmail Ağın bağımda. Bana Allah asanman. Burada çok var. Dışarıda. Bazısını kollarını tartıldım şuradan mı? Ben kişim bile izlese ma etrafını izlese yanım başta kalpak babu deplamcı izdigen gibi ben köyge ben ana Allah zaten işte kasım kırbadı görüp ayak basam bu. Siz ayağımda küçük kram küçük basam başlıyor. Ayağımda yügrep boğuşsa aramda yügrep işkinizi tak kadar sana